Diqqat, xalq, tezkor xabar. Qashqadaryo viloyatida fuqaroni ishga kiritib qo'ymoqchi bo'lgan davlat mehnat huquqi inspektori fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Qarshi tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshirishda Qashqadaryo viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi davlat mehnat huquq inspektori A.X. muqaddam sudlangan. O'zining yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali fuqaro N.X.ni Qarshi shahrida Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazining hududiy filialiga O'rastabon vazifasiga ishga kiritib qo'yish evaziga 800 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olganligi aniqlanib, ushbu pullar hisobidan 200 AQSh dollari va 3,3 million so'mning qaytarilishi protsessual tartibda rasmiylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik va 28-211-moddasi pora berish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.